Assalomu alaykum hammaga. Mana indigutkalarimiz ochishni boshlabdi. Bugungi yangilik. Bu indigutkalarimizni bir marta ochqizib, o'rniga yangi tuxum qo'ygandik. 20 tadan oshiq cho'ja bor ekan buni tagida. Bu ikkovi birga ochyapti. Buni cho'jalarni baqayam o'tkazib qo'ydik. Buni ham bir marta cho'jasini ochqizib olib, uyga kitib, tagiga yangi tuxum qo'yganmiz. Haqqilag'am bir marta bola ochib, bolalari katta bo'lib qoldi, uyda yuribdi. Indik tuxumni ochqizib oldik. Hozir yana indik tuxumni bosib qo'ydik bunga. Ikkinchi martasini ham bosib yotibdi. Bir haftalarda ochib qoladi. Bu ham ikki marta ochaveradi ekan tuxumni. Haqqilag'imiz ham yangi gurki bo'ldi. Bir hafta 10 kun bo'lib qoldi o'xshaydi. Bu yerga tuxum tug'ib, mana ancha 15 tacha oshiqda tuxum tug'ib qo'yibdi. Bu ham bosishga tayyorgarlik qilyapti ekan. Nega ham to'plashni boshlabdi. Yangi tuxum tug'ib. O'ndigutgamiz ham yangi gurki bo'ldi. 20 ta oshiq tuxum bor ekan bu ham tagida. Bu ham ochib qoladi bir hafta 10 kunda. 15 ta oshiq tuxum bor ekan buni. Bular tuxum qo'ymaymiz endi tagiga 2 marta ochqizib oldik, turgizib yuboramiz. Uchinchisi ancha qiynalib qoladi. O'zi yana tuxum boshqatdan tuxum kirib yana ko'p ochadi kuzgacha bir marta. Yana bosilsa ham ochaveradi, sal qiynalib qoladi, oyoqlari o'shib. Shundan tashqari chiqib o'ziga kerakli vitamin narsalarni terib yeb, yana kuchga kirib boshqatdan tuxumga kiradi. Kanalimiz yangilar like va obuna bo'lishlarini so'rab qolamiz.